Agar sizning farzandingiz bilan ham mana shunday fojia sodir bo'lishini istamasangiz, unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bir kunda o'rtacha 3600 dan ortiq inson yo'l transport hodisasi qurboniga aylanadi. Eng achinarlisi shundaki, ushbu holatlarning 50% dan ortig'i piyodalar o'tish joylari bilan bog'liqdir. Aslida piyodalar o'tish joyidan qanday o'tish kerak? Hozir sizlarga ushbu jarayon haqida qisqacha tushuntirib o'tamiz. Svetofor yo'q bo'lgan joylarda quyidagicha o'tish tavsiya etiladi. Avval yo'lak yoniga kelib sekin to'xtaymiz. Keyin chap qo'limizni baland ko'targan holda mashinalar to'xtaganiga ishonch hosil qilgandan keyin qo'limizni tushirmasdan o'tishni boshlaymiz. Yo'lning ikkinchi qismiga kelganda esa xuddi shu harakatni mashinalar to'xtaganiga ishonch hosil qilgandan keyin yo'l oxiriga qadar davom ettiramiz. Mashinalar faqat bir tarafdan harakatlangan yo'llarda esa mashina to'xtaganiga ishonch hosil qilgandan keyin chap qo'limizni yuqoriga baland ko'targan holda qo'limizni tushirmasdan harakatlanamiz. Siz ko'rib turgan ushbu holat shunchaki oddiy harakatlar emas, balkim minglab, millionlab insonlarning hayotini saqlab qoladigan O'zbekistonda yangi yo'l madaniyatining shakllanishidagi ilk qadamlardan biridir.